Assalomu alaykum. Men Andijonga keldim. Ertaga Xudo xolasa sizlar bilan Koreyadan kelgan mehmonlarimiz bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Xudo xolasa biz hozir koreyalik hamkorlarimiz kutib olgani yo'l oldik. Batafsil video davomida ko'rishinglar mumkin. Ertagalik tadbirimiz uchun karslarimiz yetib kelishdi Andijon shahrida hozir. Kelaverasizlar, suhbat qizg'in bo'ladi. Koreyadan kelgan professorlarni kutib oldik. Mehmonxonaga joylashtiryapmiz. Hozir batafsil professor do'stdan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanishgandan xursandman. Men Andijonga keldim. Ertaga 시즌하르는 토크지다 세미나다 쿠다만 까따라마. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ertaga Xudo xolasa sizlar bilan Koreyadan kelgan mehmonlarimiz bilan suhbat qilamiz. Suhbatda sizlarni kutib qolamiz. Rahmat.